Erkaklar borki, oilasini ichida bo'layotgan har bitta gapni onasiga borib aytib beradi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Xotinini bemaza qilgan ovqatini ham, janjallashib qolsa ham yoki nimadandir norozi bo'lib qolsa ham tinimsiz ularni uyida go'yoki uchinchi ko'rinmas odam onasi yashaydi. Bunaqa ayollarni tabriklayman. Ular erkakka turmushga chiqmagan, ular ona bolaga turmushga chiqqan. Va bu erkakni ko'nglidagi taxt egallab bo'ling. Boy hech qachon bo'shamaydi. Bu oilani saqlab qolishni bir dona sharti taxtni etagida bo'lish. Ya'ni qirolicha ruxsat berish kerak o'g'li bilan yashash uchun. Agar shunga ko'nsa, pожалуйста, yashaversin. No, bitta narsani unutmasinlar. Bunday modelni yaratgan o'sha qirolicha onalar ham va shu holatda qulay bo'lishga rozi bo'lib turmushini saqlab qolgan ayollar ham bitta narsani unutmasinlar. Bunaqa erkak hech qachon baxtli ham bo'la olmaydi, baxtli ham qila olmaydi.